Hammamiz bu gaplarni ko'p eshitganmiz. Ko'p shakar yesang diabet bo'lasan. Zero sugar deb yozilgan ichimliklar sog'lom bo'ladi. Ammo bu gaplarda qanchalik haqiqat bor? Xo'p, shakar bizga foydalimi yoki zararli? Shakar organizm uchun asosiy energiya manbai. Miya faqat glyukozani iste'mol qiladi. Biroq tabiiy shakar, meva, asal, sabzavotlar va yashirin shakar, gazli ichimliklar, ketchup, non, yogurt o'rtasida farq bor. Bir butilka gazli ichimlikda 7-9 qoshiq shakar bo'lishi mumkin. Bir kunlik normaning 2 barobar. Qondagi shakar nimaga ko'tariladi? Stereotiplarga qaraganda faqat shakar yeganlar diabet bo'ladi. Zero sugar ichimliklarda rostdan ham shakar yo'qmi? Zero sugar yoki sugar free deb yozilgan ichimliklarda shakarning o'zi yo'q. Lekin ularda sun'iy shirinliklar bor. Aspartam, sukraloza, asesulfam K. Bu moddalar organizmni aldaydi. Shirin ta'm beradi, lekin qondagi insulinni reaksiyaga kiritadi. Shakar bizga foydalimi yoki zararlimi? Qanaqasini va qancha miqdorda iste'mol qilyapsiz? Shunga bog'liq. Sog'lom shakar manbalarini tanlang. Meva, quruq mevalar, tabiiy asal. Eslatma, ta'm shirin bo'lishi mumkin, lekin oqibati achchiq bo'lmasin.